Xo'sh, demak, hamma xabari bor. Ozidaxonim Nursaidova O'zbekiston xalq artisti yaqinda o'zlarining navbatdagi jonli ijrodagi konsertlarini beryaptilar. 100% jonli ijrodagi, to'g'rimi? Har doimgidek. Endi mana shu konsertdan, fursatdan foydalanib Ozodada yoshlarga vizit tashlabsiz-a? Ha? Shuni bekor qildingizmi deyman. Nimaga? Yoshlar orasida bor-ku jonli ijrochilar. Qani ko'raylik. Ko'raylik agar vizit tashlasak. Yo'q, ko'raylik deysiz-ku, ertaga hop chiqadi. Men ish olaman. Chiqadi. Mavoda sizdan zo'r etvorsa nima bo'ladi mavoda shunaqa? Yo'q, men jon deyman. Qani bormi zo'r etadigan? Xo'p, qaranglar bo'lmasa, jonli ijrochilar, yoshlar. Demak, sizlar shu video olinglar. Ozdapani profillarini belgilanglar. Mayli, menikini ham belgilanglar. Ozdapa tanlaydilar. Eng zo'rini sahnaga olib chiqadilar va konsertda qatnashtiradilar va jonli ijroda Ozoda Nursaidova O'zbekiston xalq artisti bilan birga bir tashlashasiz. Mana shu deb chiqayotgan joyimizda Alisherni ko'rib qoldim. Alisher har doim jonli ijro uchun jonini beradi. Har doim jonli ijro, hey bolalar jonli ijro deb jon kuydiradigan bir san'at ahlini eng birinchilaridan desam bo'ladi, yosh pokoleniyaning ichida. O'shancha shunaqa desam, opam, men aytaman yoshlarga. Bor dedim. Bor. Men ishonaman. Men hech ko'rmayapman hozir. Bor ko'rasiz. O'sha men coverchilik. Endi coverchilik katta san'atkor bo'lib ketishdi, lekin farqi yo'q. Coverchilar ham hali yosh san'atkor hisoblanadi. Coverchilar yoki top muzikchilar bemalol. Undan tashqari jonli ijroda aytadigan yoshlar agun. Qiyinlarini tanlaganman. Ya qiyinlikka qiyin. Ashulalar уже tanlangan. O'sha ashulalar ro'yxatini beramizmi biz shunda? Faqat o'sha ashulalarni ijro etish kerak. Qiyin ashulalarni tanlagan. Mavoda Ma'murjon Zohid qo'shiqdan kuylayman deb qolsangiz. Mayli. Urvorasiz uni. Urvoraman. Xullas yoshlar, hurmatli jonli ijrochilar. Mana shu ro'yxat beriladi. Mana shu qo'shiqlarni sizlar videoga oling. Jonli ijroda faqat etasizlar. Bu narsani Ozdapa menimcha bir deganni farqlab oladilar. Fonogrammami, boshqami qo'yasizlar, atmetga qilasizlar. Eng zo'rini shak shubhasiz bu yerda hech qanaqa tanish bilishchilik boshqa narsa bo'lmaydi. Toza bo'ladi. Eng zo'r jonli ijro etgan yosh iste'dod egasi Xalqlar do'stligi san'at saroyida 4000 ta tomoshabin guvohligida har bir seansda jonli ijroda O'zbekiston xalq artisti Ozoda Nursaidova bilan birga o'zi kontrol qiladi. O'zi har bittasini kontrol qilaman. Bo'ldi, kontrol qilaman. Va men sizlarga ishonaman, xudo xolasa. Qaranglar. Mana qaranglar. Uyalib qolmang lekin. Kutamiz zo'rlarini. Vasila. Rahmat. Salom. Bugun kayfiyat zo'r, yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa ham, kofe bilan mazza. Yomg'irda mashinada yurish. Endi men bitta e'lon bilan chiqyapman. Bilasizlar, mana konsertim yaqin 7-maydan boshlanadi, xudo xolasa. Ko'p muxlislar menga yozib yotishibdi, Ozdapa duetlar bo'ladimi? Duetlar qanaqa bo'ladi? Endi bu mavzuda hozircha to'liq ma'lumot bera olmayman. Bilasizlar, duetga juda ham kaprizliman, hamma bilan etmayman duet. Lekin yosh iqtidorlarni qo'llash uchun bilasiz, исключение qilaman. 2023-yilda 4 ta san'atkorni olib chiqqanman. Challenge qilganmiz, xabaringlar bor. Endi bu safar nima bo'ladi? Bu safar ham shu narsani qilmoqchiman. Iltimoslarga binoan. Bu safar lekin g'olib bitta bo'ladi. Ya'ni mana 2 hafta vaqtimiz bor. 2 haftaning ichida aniqlaymiz. Uning uchun nima qilish kerak? Uning uchun mana 3 ta ashulalarimdan 3 tasini tanlaymiz. Bu xoin kechalar, orzularim, isyon. Mana shu 3 ta ashuladan bittasini jonli aytib video joylaysizlar o'zingizlarning Instagram akkauntingizga. Yoki Telegram nomer qoldiraman. Mana shu Telegram nomeriga yozasizlar, jo'natasizlar. Bu nima degani? Bu deganiki, har bir yosh ijodkorda, iqtidorli ijodkorda yulduz bo'lishga imkoniyat bo'ladi. Ya'ni g'olib men bilan yangi ashulani jonli ravishda sahnada turib duet aytadi. Bir narsani iltimos qilmoqchiman.
video qilayotganinglarda fonogramma bo'lmasin, tozalangan ovozlar bo'lmasin. Ya'ni uni studiyada aytib, keyin uni tozalab, keyin ustiga video qilmanglar. Shundoq olinglar-yu, shundoq telefonga qarab jonli aytib beringlar. Xohlasanglar ansambl bilan aytinglar, lekin jonli ijro bo'lishi kerak. Chunki ba'zida shunaqa bo'ladi, ovoz tozalashadi, keyin biz aldanib qolamiz. Shuning uchun chunki 10 kun konsertda jonli aytish kerak. O'sha narsani ham unutmanglar. Hammaga omad.